Ikkinchi bo'lim. Niyatim nima? Farzandimdan aslida nima kutyapman? Birinchi bo'limda bag'rimizga bosgan mitti inson aslida qanday savoliga bergan javoblarimizni yana bir bor eslab o'tamiz. Hech ham o'ylanmasdan hayotingizni xavf ostiga qo'yishga tayyor arziydigan darajada muhim, ajoyib insoniy qobiliyatga ega inson. Hech qanday kamchiligi yo'q, boricha qabul qilishingiz kerak bo'lgan jigarbandingiz. Juda qadrli, atrofda unga o'xshashi yo'q. Hayotda o'z tajribalari orqali rivojlana olishiga ishonishingiz kerak bo'lgan qobiliyat egasi. Sevilishga, vaqt ajratishga va u bilan shug'ullanishga arziydigan vaqt o'g'risi. Oila, jamiyat va hayotda alohida shaxs. Farzandingiz bilan sog'lom munosabatlarni rivojlantirishda ushbu jihatlarni kashf qilish va shu o'lchovlarda mas'uliyatli bo'lish uchun muhimdir. Farzandingiz bilan bog'liq qanday niyatingiz bor? Farzandingiz qiz bo'lsa, qiz bola, o'g'il bo'lsa, o'g'il bola sifatida yetishtiring. Eng muhimi, insonni kamolga yetkazayotganligingizni unutmang. Ikkinchi bo'limda bolaning ajoyib qobiliyatiga nisbatan niyatingiz haqida gaplashamiz. Kamina hali hayotimda bilib turib o'z farzandiga yomonlikni istagan ota-onani ko'rmadim. Ko'plab ota-onalar farzandlarini o'zidan ham yaxshi sharoitlarda yashashini istaydi va buning uchun qo'lidan kelgancha harakat qilishadi. Bu harakat o'zlarini yaxshi his qilishlari va o'zlaridan g'urur tuyishlariga imkon beradi. Barcha ota-onalar yaxshi niyatlar bilan farzandining kelajagi haqida rejalar tuzadi. Biroq yaxshi niyat doim ham yetarli bo'lmaydi. Ota-onalar farzandlari uchun haqiqatdan nima xohlayotganini avvalo o'zlaridan so'rashlari darkor. Farzandim qanday inson bo'lsin? Har bir ota-onaning xayolida farzandidan kelajakda kutgan umidlari bor. Ona bilan otaning umidi bir-biriga mos tushyaptimi? Agar mos bo'lsa, bu umidlarni qanday qilib ro'yobga chiqarish mumkin? Ideal sharoitda farzand mavzusida ayol va erkak turmush qurmasdan oldin gaplashishi va kelishib olishi lozim. Turmush qurishdan oldinni qo'yib turing. Bola tug'ilishidan oz qolganda ham bu mavzuda necha juftlik gaplashdi deb o'ylaysiz? Bola voyaga yetarkan juftlar o'rtasidagi muammolarning katta qismi farzandim qanday inson bo'lsin savoliga berilgan farqli javoblardan kelib chiqadi. Liberal fikrli ona va konservativ fikrli otadan iborat oilada o'sayotgan qiz farzand. Yaxshiyamki, onam otamdan farqli dunyoqarashga ega. Men onam sababli shaxsiy erkinligimga ega bo'ldim, deyishi mumkin. Ularni tushunaman. Shaxsiy erkinlikka ega bo'lgan kishi nima uchun qarshi fikrli inson bilan turmush quradi degan savol tug'iladi. Hayotdagi tabiiy hodisalar orasida bu ham kuzatilib turadi. Bola tug'ilgandan so'ng juftlarning bola tarbiyasi haqidagi suhbatlarda farqli dunyoqarashi namoyon bo'ladi. O'sha vaqt ular bir-birlari bilan madaniyatli shaxs sifatida gaplasha oladi deb o'ylaysizmi? Ha, bir-birlari bilan yetuk insonlar kabi gaplasha oladi. Deyotgan bo'lsangiz, o'sha oila sog'lom farzand yetishtirish muhitini yaratgan bo'ladi. Yo'q deyotgan bo'lsangiz, muhit nosog'lomdir. Bola bu vaziyatdan negativ ta'sir oladi. Bu safar boshqa usuldagi savolga javob beramiz. Farzandimni qanday tarbiya qilsam to'g'ri bo'ladi? Ota-ona bunday savol qarshisida farqli tushunchaga ega bo'lishi mumkin va bunday muhitda bolalar turli xil nizolarga guvoh bo'ladi. Farzandingiz shaxsiyatini shakllantirganingizda uslublaringizdagi bu farqlarni qanday hal qilasiz? Turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz yaxshi bo'lsa, bu farqlarni yengishda, rivojlanish va o'rganish uchun ajoyib imkoniyatga ega bo'lasiz. Farzandlarimizning bergan eng katta hadyalardan biri o'z ustimizda ishlashga undashlaridir. Bolalarimiz uchun umid qilganimizdek, bu umidning nima ekanligiga qaror qilishimiz ham muhimdir. Ota-ona o'zidan so'raydigan asosiy savoli: farzandimni bir qolipga solishni xohlaymanmi yoki rivojlantirishnimi? Farzandingiz atrofdagi insonlardan hech qanday farqi bo'lmagan holda ulg'ayishi mumkin yoki o'z shaxsiyatini kashf etgan kishi sifatida. Ko'plab ota-onalar o'z shaxsiyatini rivojlantirgan kishini yetishtirishni istayman desa ham ich-ichidan bunday tarbiyalangan boladan qo'rqishadi. Nima uchun ota-onalar farzandlari o'zini alohida shaxs sifatida shakllantirishdan qo'rqadi? Chunki o'zini kashf etgan insonni boshqarish qiyin bo'ladi. Bu mavzuda bola bilan nizolashish uning rivoji uchun yordam bermaydi. Afsuski, ko'p ota-onalar o'zlari bilmagan holda ushbu yo'lni tanlaydi. Buning ikki sababi bor. Ular an'anaviy madaniyat hukmron bo'lgan oilaviy muhitda tarbiyalangan. Itoatkor bolaga ota-onalik qilish osonroq. An'anaviy tushunchaga ko'ra itoatkor bolani qanday tarbiyalash kerak? Qo'rqitish yoki qilgan ishdan uyaltirish orqali. Oiladagi bunday munosabat maktabdagi ta'lim va ish joyidagi boshqaruvda ham namoyon bo'ladi.
Farzandini kaltaklab tarbiyalagan jamiyatda demokratik hayot bo'lishi mumkin emas. Bolaligida kaltaklangan, ko'p bora uyaltirilgan bolalar ulg'ayganida g'amgin, tashvishli, jahldor bo'lib yetishishi shubhasiz. Hurmat va ishonch madaniyati hukmron bo'lgan oilalarda bolaga yoshligidanoq shaxsdek munosabat ko'rsatishadi va o'ziga xos xususiyatlari kashf etishini istashadi. Ota-onalar farzandlari bilan o'zaro munosabatlari ularning rivojlanishiga qanchalik hissa qo'shishi haqida shunday o'ylaydi. Bu gaplarim o'zimni tutishim farzandimning yetuk inson bo'lishiga yordam beradimi yoki to'siq bo'ladimi? Ota-onaning umumiy maqsadi bolani hayotga tayyorlash, balog'at yoshida kuchli, muvaffaqiyatli va mazmunli hayot kechirishiga imkon berishdan iborat. Bu maqsadni qabul qilgan ota-onalar bola duch kelgan qiyinchiliklar va u uchun eng yaxshi o'rganish imkoniyatidir deb o'ylashadi. Bu vaqt ichida ota-onalar vaziyatga aralashmasligi, bola bilan suhbatda bo'lishi va muammoni hal qilishi uchun sharoit yaratib berishlari kerak. Bu yerda yozayotganlarimni o'zim ota bo'lgan payt bilarmidim? Yo'q. Otalik vazifamni bajarishda turli qiyinchiliklarga duch keldim. Barcha tajribalarimdan so'ng yana ota bo'lish baxtiga muyassar bo'lganimda edi, mutlaqo boshqacha yo'l tutgan bo'lardim. Shunday ota bo'lishni istardimki, farzandim bolaligini to'yib yashasin, mazza qilib o'ynasin, qiziqqan narsasini o'rgansin, sinab ko'rsin, tashqarida qo'rquv va xavotirni, uyida esa ishonch va sevgini ko'rsin, otasi bilan barcha tajribalarni bo'lishsin. Tushuntirsin va yana tushuntirsin. Tushuntirishdan so'ng otasi bilan uzoq suhbat qursin. Bu suhbat ichida maktabini boshlasin, konspektlar, uyga vazifalar, sinfdagi voqealar haqida suhbat qilaylik. Bu suhbatga do'stlari bilan orasidagi tushunmovchiliklari, bolalikdagi muhabbati ham qo'shilsin. Hammasini gaplashaylik. Farzandim ushbu suhbatda hayot jamoaviy ish ekanligini ko'ra boshlasin. Faqatgina men degan insonning uzoq vaqt kuchli va baxtli bo'la olmasligini, kuchli va baxtli inson bo'lishning siri eng uzun barmoq bo'lishda emas, balki qo'lning barmoqlaridan biri bo'lishda ekanligini anglasin. Bolaga bolaligini yashashga ruxsat berish degani hech kimga quloq solmay xohlagan narsasini qiladi yoki oladi degani emas. Bola sog'lom bo'lib voyaga yetishi uchun oilada jiddiy, ishonadigan, g'amxo'rlik qiladigan kuchli insonlar bo'lishi zarur. Oila kattalari tomonidan o'rgatilgan qadriyatlar bolada ichki intizomni shakllantiradi. Ichki intizomga ega inson esa umri davomida rivojlanib boraveradi. Bu intizom oila kattalari bilan bo'lgan suhbatlar asosida kamol topadi. Shunday qilib bola haqiqiy hayotga tayyor bo'lib yetishadi. Qadriyatlar asosida rivojlangan ichki intizom bolaning bolaligini yashashiga to'sqinlik qilmaydi. AQShda o'tkazilgan bir tadqiqotda ota-onalardan ushbu savol so'ralgan. Farzandingiz ulg'ayganini qanday angladingiz? Berilgan javoblar esa mana shu 4 sarlavha asosida to'plandi. Birinchisi, o'z harakatlarining oqibatlari uchun javobgarlikni zimmasiga olganidan. Ikkinchisi, ota-onasi bilan kattalardek suhbat qura olishidan. Uchinchisi, o'z pulini boshqarish uchun bilim va ko'nikmalarga ega bo'lganidan. To'rtinchisi, boshqalarning ta'siriga tushmasdan hayotini boshqaradigan e'tiqod va qadriyatlar haqida qaror qabul qilganidan. Bu javoblar sizga ham ma'qulmi? Albatta, hayolimizga darhol shu savol kelishi mumkin. Farzandimga bu fazilatlarni qanday o'rgatishim mumkin? Javob esa oddiy. Avvalo, ota-ona sifatida o'zingiz bu fazilatlarga ega bo'ling. Bolalaringiz esa o'rnak olsin. Masalan, chiroyli tilda gaplasha olsangiz, farzandingiz ham shu tilda gapiradi. Savollar va yana savollar. Farzandingiz kelajagi haqida o'ylaganingizda xayolingizga nimalar kelyapti? Qanday ta'lim olmoqda? Qaysi o'quv dargohlariga bormoqda? Iqtisodiy ahvoli qanaqa? Biror joyda ishlayaptimi? Qayerda yashayapti? Turmush quryaptimi? Turmushdagi hayotdan mamnunmi? Nechta farzandi bor? Qanday ona yoki ota bo'lmoqda? Boshqa turdagi savollar ham mavjud. Farzandingiz o'zida qanday fe'l-atvorni shakllantirdi? Mas'uliyatli insonmi? Nafaqat o'z ishi, balki o'zi yashayotgan jamiyat kelajagi uchun ham mas'uliyatni zimmasiga oladimi? Tana va ruh sog'lig'iga e'tiborlimi? Hurmatli va samarali jamoadosh bo'la olyaptimi? Ma'noli va kuchli hayoti bo'lishiga jiddiy qaraydimi? Katta qadriyat va o'sha qadriyatni saqlab qolish uchun e'tiqodga egami? Siz oddiy bir inson yetishtirmayapsiz. Biz yashayotgan jamiyatga fuqaro tarbiyalayapsiz. Ota-onalari oilada ongli bir fuqaro yetishtirayotganini anglamoqdami? Jamiyatchi?
fuqarolarning oilada tarbiyalanishi haqida qayg'uryaptimi? Jamiyatda yaxshi fuqaro xususiyatlari bo'yicha tushunchalar mavjudmi? Ushbu savollarga javob berarkanmiz, oila qanchalik muhimligini anglaymiz. Oila majburiyatlari boshqa hech bir muassasaga o'tkazilishi mumkin emas. Oila ijtimoiy borliqning hujayrasi. Sog'lom oila sog'lom kelajak garovidir. Hayot mas'uliyatini zimmasiga olgan kishi uchun eng muhimi boshqalarning nazariga tushish emas, balki o'z nazarida hurmatini yo'qotmaslikdir. O'zini hurmat qilgan insonning xususiyatlari. Boshqalar rahbarligi va nazorati ostida harakat qilmaydigan, o'zini o'zi boshqaradigan shaxs xususiyatlari quyidagilardan iborat. Birinchisi, qalb xohishini his qiladi. Ikkinchisi, boshqalarning maslahatiga quloq solsa-da, qarorni o'z istagi bilan qabul qiladi va qarori uchun javobgarlikni zimmasiga oladi. Uchinchisi, ularning e'tiqodi, istak va harakatlari izchil bir butunlikdir. To'rtinchisi, insonlarni xatti-harakatlariga javobgar deb hisoblaydi, lekin qilgan xatolari uchun ularni ayblamaydi. Beshinchisi, boshqalar qilgan xatolarni unga yuklab qo'yishlariga ruxsat bermaydi. Oltinchisi, boshqalarning tanqidlarini tinglaydi, lekin bu tanqidlarni haqiqat sifatida darhol qabul qilmaydi. Yettinchisi, doim o'zini qo'llab-quvvatlaydi va himoya qiladi. Boshqalarga yordam kerak bo'lganda yordam uchun tayyor turadi. Bola bu xususiyatlarni boshdan kechirish orqali rivojlanishi lozim. Bu narsalarni majburlash yoki maslahat berish orqali o'rgatishga urinsangiz, qanchalik ko'p harakat qilmang, qilmoqchi bo'lgan ishingizdan shunchalik uzoqlashasiz. Bola bu xususiyatlarni egallashi uchun erkin rivojlanishiga imkon berish kerak. Bunga oilada sevgi, ishonch muhitini yaratish, erkin tanlov qilish va bu tanlovning oqibatlarini hayotiy tajribalar o'zlashtirish orqali erishiladi. Hayot bilan raqs tushgan kishi bo'lish. Ishonch bilan aytmoqchimanki, ota-ona uchun eng to'g'ri maqsad farzandim shunday bo'lsinki, har qanday holatda ham o'z kuchi bilan oyoqqa tura olsin. Yaxshi deb bilganini to'g'ri yo'l bilan hayotga taqdim qila olsin. Hayot musiqasining barcha turlarida to'g'ri, samarali raqsga tushishi uchun bilim va ko'nikmalarga ega bo'lsin. Bunday kishi o'zini o'zi boshqaradi, qalb xohishini kashf qiladi, o'zi qaror qabul qilib, harakatlarning oqibatlari uchun javob beradi. Bu inson ha va yo'q javoblarni o'zi uchun kashf qiladi. Shunday kishilarni ulg'aytirish uchun ota-onalar qilishlari kerak bo'lgan ish bola tajriba orttirishi uchun munosib sharoit yaratib berishdir. Niyat siznikimi yoki madaniyat shablonimi? Inson ko'zini, qalbini, ongini ochadigan e'tiqodlar, yopadigan ko'r qiladigan aqidalar ham bor. Inson qanday e'tiqodga ega ekanligini kashf qilishi esa donolik belgisidir. Farzandingiz uchun o'ylagan niyat va umidlaringiz haqida turmush o'rtog'ingiz bilan suhbat qurganmisiz? Ota-ona sifatida niyat va umidlaringiz bir xilmi? Farzandingiz haqidagi niyatingizda poklikka erishdingizmi? Siz farzandingizni ulg'aytirish uchun dunyoga keltirdingizmi yoki sizga xizmat qilishi uchun tug'ilganmi? Farzand haqidagi niyatning pokligiga erishish iborasi ko'pchilikka tushunarsiz tuyulishi mumkin. Bugun mana shu satrlarni yozar ekanman, bu narsa ota-onalar tashlaydigan eng muhim qadam ekanligiga ishonaman. Darhaqiqat o'tgan bo'limda siz bilan fikrlarni o'rtoqlashgan Jubron Halil ota-onalar uchun yo'l xaritasini chizgandi. Bu bola nima uchun tug'ildi? Ota-onaning, bobo yoki buvining orzulari bilan kasb egallash, ijtimoiy muhitga kirishish, kompaniya tashkil etish, sahnada olqishlarga sazovor bo'lish, gazeta sarlavhalarida chiqish, biror sport turida chempion bo'lish uchunmi? Bu bola siz uchun ijtimoiy sug'urtami? Iqtisodiy, ijtimoiy va salomatlik nuqtai nazaridan kelajakda tayanadigan ishonch manbaimi yoki hayotingizga mazmun bag'ishlaydigan inson bo'lib dunyoga kelganmi? Bu niyatlarning hech biri sof emas. Aniqrog'i, bu chin dildan qilingan niyat emas. Farzandingizga aloqador bo'lgan niyatingiz haqiqatan ham unga tegishli bo'lishi kerak. Ota-ona uchun farzandi haqidagi niyat sofligiga erishish qiyin. Bunga erishish uchun avvalo o'z hayotidagi niyatda poklikni kashf etish kerak. Men esa bugun inson hayotining mazmun va qudrati niyati pokligida ekanligini anglagan nuqtaga kelganman. Sof qalbli ota-ona insonning vatani, uning bolaligi ekanligini anglaydi. Farzandim bolaligini to'yib yashab olishi va eng yaxshi inson bo'lib yetishi uchun qo'limdan kelgancha harakat qilaman deydi.
Unutmasligimiz kerak bo'lgan yana bir narsa bor. Oila muhitda nafaqat shaxsiyat, balki fuqarolik poydevori ham qo'yiladi. Maktab oiladan ildiz otadi. Tamal bor bo'lsa, ustiga bino quriladi. Mamlakatdagi barcha ota-onalar bir joyga yig'ilib, o'zaro gaplashsa, yaxshi fuqaro ega bo'lishi kerak bo'lgan minimal umumiy manfaatlar haqida kelishib olishlari mumkinmi? Qaysi his-tuyg'u, fikr, e'tiqod va qadriyatlar shaxsga xos? Qaysi his-tuyg'u, fikr, e'tiqod va qadriyatlar bizga xos bo'lishi kerak? Savolimni anglayapsiz degan umiddaman. Ijtimoiy tinchligimiz birgalikda qaror qabul qila olishimizga bog'liq. O'lchovning bir uchida barcha odamlardan bir xil his-tuyg'u, fikr, e'tiqod va qadriyatlarga ega bo'lgan jamiyatni kutish mumkin. Bunday kutish inson tabiatiga ziddir. Bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Mening yoki farzandimning tuyg'usi, fikr va e'tiqodlari haqida nega boshqa kishi qaror qilsin? Nima uchun bu mavzuda boshqa ota-onalar bilan kelishib olishga majbur bo'lishim kerak? Bunday jamiyatni yaratishga urinish befoyda va samarasiz. Totalitar jamiyatlar ta'lim va davlat mexanizmi bo'lgan shunday jamiyat yaratishni maqsad qilgan, ammo ular tarix davomida barqaror muvaffaqiyatga erisha olmadi. O'lchovning ikkinchi uchida har bir shaxs o'zini o'zi ta'minlaydigan, oila, ta'lim, ijtimoiy hayot va tartib hech qanday ma'noga ega bo'lmagan anarxik jamiyat o'rin oladi. Tuyg'ulari, fikrlari, e'tiqod va qadriyatlari bir-biriga o'xshash bo'lmagan odamlardan iborat jamiyatda bu inson tabiatiga ziddir. Bunday jamiyat o'zining umumiy minimal tomonlarini topmasdan turib yashay olmaydi. Kelishib olishimiz kerak bo'lgan narsa bu birgalikda yashash qoidalari bo'lib, bunda shaxsiy va ijtimoiy umidlar minimal umumiylik hisoblanadi. Ushbu hamjamiyat fuqarosi sifatida his-tuyg'ularim, fikrlarim, e'tiqod va qadriyatlarim hurmat qilinadimi yoki menga bosim o'tkazilmoqdami? Men shaxsiy deb ataydigan, boshqalar hurmat bilan qaraydigan maydonim bormi? Hayot yo'li uchun ikki qanot. Yechimning bir parchasi emas ekanman, muammoning bir parchasimanmi deb so'ramoq darkor. Insonning ijtimoiy va shaxsiy mavjudligi ikki qanotidir. Ushbu sifatlarning shakllanishi bolalikdan boshlanadi va o'smirlik davrigacha davom etadi. Ongli ota-onalar ikkala qanotni ham mustahkamlashga ahamiyat berishadi. Oilasiga, mahallasiga, shahriga, kasbiga va o'zi yashayotgan jamiyatga tegishli bo'lish bolaning ijtimoiy qanoti hisoblanadi. Ijtimoiy qanot tashqi tomondan kuzatilishi mumkin bo'lgan mavjudlik maydonidir. Kishilarning nutqi, kiyimi, xulq-atvori o'ziga xosligi ochib beriladi. Tashqaridan kuzatish mumkin bo'lmagan shaxsiy qanot bu bolaning o'z ko'zida, o'z mohiyatida his qiladigan mavjudlik makonidir. U yerda shaxs o'z mohiyatiga tegishlidir. Kishi ruh sifatida, ong sifatida ruhiy jihatdan mavjud. Kitob davomida shaxsiy mavjudlik deganda ushbu ruhiy borlikka ishora qilaman. Shaxsning ijtimoiy va shaxsiy mavjudligini muvozanatlash muhimdir. Bu ikki mavjudlik shakli bir-biri bilan doimiy ziddiyatli holatda bo'ladi. Ba'zi hududlarda tegishlilik hukmron bo'lgan tushuncha mavjud va bola hayotining ma'nosini, o'ziga xosligini tegishlilikdan qidiradi. Shaxsning o'z mohiyatidagi ruhiy mavjudligiga unchalik ahamiyat berilmaydi. Ular bu yerda nomutanosiblik borligini ham bilishmaydi. Biroq shaxs o'zi mansub bo'lgan jamiyatga qiymat qo'shishi uchun avvalo ortiqcha qiymatga ega bo'lishi kerak. Jamiyatlarning rivojlanishi mohiyatiga ko'ra shaxslarning rivojlanishi bilan sodir bo'ladi. Ota-onalar farzandlari haqida shunday deyishlari yana ham to'g'riroqdir. Farzandim alohida shaxs sifatida rivojlansin, qo'lidan kelgancha eng yaxshi inson bo'lsin. Rivojlangan shaxs sifatida oilasiga, viloyatiga, yurtiga yaxshi farzand bo'lsin. An'anaviy jamiyatlarda mansublik ustunlik qiladi. Shaxsiylik yoqtirilmaydi va e'tiborga olinmaydi. Biroq qo'llab-quvvatlanmaydigan, shaxs bo'lishiga to'sqinligi bo'lgan odamlarda vaqt o'tishi bilan mening kuchim yo'q, buni qila olmayman degan tushuncha paydo bo'ladi. O'rganilgan nochorlik deb ataladigan bunday munosabat odamni o'z ta'sir doirasida oladigan narsani qilmaslikka olib keladi va har doim muammolarning yechimini boshqalardan kutadi. Hamma sohilning qanchalar ifloslanib ketganligi haqida gaplashadi, lekin hech kimning xayoliga atrofni axlatlardan tozalash fikri kelmaydi. Bir kuni ikki do'st qo'limizga axlat paketi olib qirg'oq bo'ylab yurib axlatlarni to'play boshladik. Oradan yarim soat o'tib 500 metrlik yo'l top-toza bo'ldi. Biroq bir hafta davomidagi tozalash ishlarimizga hech kimning yeng shimarib qo'shilmadi. Mansublik hukmron bo'lgan an'anaviy jamiyatlarda fan, falsafa, san'at va texnologiyadagi o'zgarishlar yo'q yoki sekin kechadi. Bu jamiyatlarda yangi g'oya, usul va yondashuvlarga toqat qilinmaydi.
O'zingcha bir nimalar ixtiro qilma, deya bostirladi. Oila, maktab va jamiyatda boshqalar kabi fikrlaydigan, hamma kabi gapiradigan, hamma kabi harakat qiladigan odamlar maqbuldir. Shunday kamchilik va afzalliklar orqali ijtimoiy hayotni yuzaga keltiradi. O'rganilgan nochorlik tufayli falsafa, fan, texnologiya va san'atda muvaffaqiyatga erishiladi. Afzalliklari shundaki odamlarning bir-biriga mas'uliyat darajasi yuqori ekanligi, uysizlar, yolg'izlar, ko'chada boquvchisi bo'lmaganlarga g'amxo'rlik qilinadi. Oiladagi keksalari qarib qolganda ham qariyal uyga tashlab ketilmaydi. Har bir oila o'z keksasini hurmat qiladi. Umrining oxirigacha uni asrab-avaylaydi. Yevropa va Shimoliy Amerika jamiyatlarida bo'lgani kabi ayrim jamiyatlar madaniyatda shaxsiylik ustunlik qiladi. Bunday jamiyatlar oila, maktab va ish hayotida erkin shaxs bo'lishni qadrlaydigan va boshqacha fikrlaydigan odamlarni ko'proq ma'qullaydi. Oilada ota-ona farzandlarini boshqacha fikrlashini, boshqalarnikiga o'xshamagan savollar berishini xohlashadi. Vernon Benjamin Mountcastle taniqli amerikalik olim bo'lib, 1918-yilda tug'ilgan va 2015-yilda 96 yoshida vafot etgan. U hayotini nevrologiya rivojlanishiga bag'ishlagan. Ko'plab mukofotlari orasida 1998-yilda AQShda eng nufuzli ilmiy mukofot bo'lgan NAS Award in Neuroscience mukofotini qo'lga kiritdi. Jon Hopkins universiteti talabasi Vernonga: Amerikada 3000 dan ortiq nevrologiya professori bor. Nega ulardan biriga emas, mukofot sizga berildi, deb so'raydi va ular mening taqdimotimni kashshof deb topgani uchun menga bu mukofotni berishdi, deb javob beradi. U qiz yana taqdimotingiz qanday qilib kashshof bo'ldi degan savolga kulib, onam sababli, deydi va tushuntira boshlaydi. Maktabdan qaytganimda do'stlarimning onalari o'qituvchingiz tushuntirgan narsalarni tushundingizmi deb so'rar. Mening onam: Vernon, bugun o'qituvchinga savol berdingmi, der edi. Men savol berishning muhim ekanligini va doim nimadir o'rganish uchun so'rashim kerakligini onamdan o'rgandim. Ba'zi jamiyatlarda bola mavjud ma'lumotlarni tushunadimi yoki yo'qligi yodlashiga, so'ralganda to'liq takrorlashiga e'tibor berishadi va buni ta'lim deb atashadi. Ma'lumoti ko'p, ammo aqlsiz odamlarga o'qimishli ko'zi bilan qaraladi. Biroq ba'zi jamiyatlar savol berganlarni yuqori darajada qadrlashadi. Rivojlangan jamiyatlar madaniyatda erkin shaxs bo'lish ustunlik qiladi. Mansublik unchalik muhim emas. Odamlar birovning o'g'li, qizi, nabirasi, jiyani deb tanilishni yoqtirmaydi. Bunday jamiyatda ilm, falsafa, san'at, texnologiya sohalari juda tez rivojlanadi. Bu jamiyatlarda yangicha fikr, usul va yondashuvlarga to'sqinlik qilinmaydi. O'zingcha bir nimalar ixtiro qilma, deyilmaydi. Aksincha, mukofotlar berib rag'batlantiriladi. Sog'lom turmush tarzining asosi insonning ham jamiyatda, ham shaxsiy hayotda muvozanatda bo'lishidir. Hayot tabiatan jamoaviy ishdir. Buni anglagan holda o'zganing ham o'zining ham borligini hurmat qiladigan insonlar sog'lom jamiyatning asosini tashkil qila oladi. Farzandim muvaffaqiyatli bo'lsin. Johillik yomondir. Sevgi johilligi esa eng yomoni. Umay Divi. Har bir ota-ona farzandining muvaffaqiyatli bo'lishini xohlaydi. Boshqa tarafdan esa muvaffaqiyatga erisha olmasligidan tashvishga tushishadi. Farzandingizni tarbiyalash jarayoni haqida o'ylaganingizda qanday his-tuyg'ularni boshdan kechirasiz? Muvaffaqiyat hayajonimi yoki muvaffaqiyatsizlik tashvishimi? Yo'lga chiqayotib sayohatning sizga bergan hayajoni bilan yaxshi joyga yetib borishingizga umid qilishingiz mumkin. Mana shu sevgi va ishonch muhitni ko'rinishidir. Sayohat qilolmasligingiz yoki manzilingiz o'zingizning xohlagan joyda emasligidan xavotirlanishingiz mumkin. Bu esa qo'rquv va xavotir muhitining ko'rinishidir. Siz qanday nuqtai nazarga egasiz? Avvalo aniqlashtirishimiz kerak. Bo'lgan o'lchov farzandimizni qanchalik himoya qila olishimizdir. Har bir ota-ona farzandini himoya qilish va qo'llab-quvvatlashni istaydi. Har bir bola ham ota-onasiga ishonishni va xavfsiz bo'lishni xohlaydi. Qanday qilib ota-onalar himoyaviy munosabatdan farzandining dunyoga ochilishiga imkon beradigan munosabatga o'tadi? Bu o'tish davrida bolani qayerda, qachon, qanchalik himoya qiladi va unga qanchalik erkinlik beradi? Qanday qilib uning xato qilishiga va xafa bo'lishiga ruxsat beradi?
Ko'pgina ota-onalar farzandlariga bo'lgan mehr-muhabbati tufayli o'zlarini ular bilan tashqi dunyo o'rtasiga qo'yishadi. Tashqi dunyo ularga zarar yetkazishining oldini olishga harakat qilishadi. Bu yerda nozik muvozanatlar mavjud. Kichkina bola tashqi dunyodan umuman himoyalanmagan bo'lsa, o'zini o'zi himoya qilishga kuchi yetmaganligi sababli haqiqatdan ham zarar ko'radi. Biroq bola ulg'ayish davomida tashqi dunyodan juda ham himoyalangan bo'lsa, uning maqsadga erishishi, hayot sinovlarida g'alaba qozonishi noma'lum. Mas'uliyat hissini rivojlantirishga yo'l qo'yilmasa, bu safar uning hayotga tayyorgarlik ko'rish va kamolatga erishishga to'sqinlik qilingan bo'ladi. Xo'sh, bu mavzuda fikringiz qanday? Aniqlashtirishingiz kerak bo'lgan ikkinchi o'lchov muvaffaqiyat haqida nimani tushunishimizdir. Sizningcha muvaffaqiyat farzandingizning maktabdagi darajasi yoki diplommi, u tanlagan kasb turimi, turmush qurishi va oilasi bo'lishimi, yoki bularning barchasini o'z ichiga olgan mazmunli, jo'shqin va kuchli hayotga ega bo'lishimi? Ayrim oliy o'quv yurtlari va ba'zi kasblar jamiyat oldida boshqalardan ko'ra ko'proq hurmatga sazovor bo'lib, ota-onalar farzandlari o'sha universitet va bo'limlarda o'qishini tabiiy ravishda istashadi. Garchi obro'ning bu reytingi vaqti bilan o'zgarib tursa-da, u doimo mavjud. Marhum akam tibbiyot institutiga kirishimni xohlardi. Men esa talab yo'qligi uchun imtihonsiz talablarni qabul qiladigan psixologiya fakultetiga borganimni eshitgan akamning hafsalasi pir bo'lgan edi. Yuqori ball bilan talabalarni qabul qiladigan universitet va bo'limlarga qabul qilingan talabalar kirgan yangi muhitiga moslashish davomida qiyin davrlarni boshdan kechiradi. Men Turkiyada bu mavzuda tadqiqot o'tkaza olmadim, ammo AQShdagi Harvard, Stanford, Yale, UCLA, MIT va Princeton kabi nufuzli universitetlarning aksariyatida stress bilan bog'liq depressiya holatlari ko'payganligini kuzatilgan. Biroq talabalar tushkunlikka tushib, o'z joniga qasd qilish holatlari ortib borayotganiga qaramay, amerikalik ota-onalar farzandlarining ushbu o'quv dargohlarida o'qishini xohlashsa-da va qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Ko'rinib turibdiki, farzandim uchun nima eng yaxshi savoliga turli xil javobga ega bo'lgan AQSh ota-onalari mamlakatimizdagi ota-onalardan farqli ravishda izoh qoldirmayapti. Bolaning stressi, zo'riqishi va tushkunlikka tushishiga unchalik ahamiyat berilmaydi va uning ruhiy, ma'naviy salomatligi o'rniga nufuzli universitet va bo'limning diplomiga e'tibor qaratiladi. Kelajak tashvishi ota-onalarni umidsizlikka solgan. Bu kitobxonlar uchun kelajakdagi tashvish manbalari haqida fikr yuritish va bu tashvishning haqiqatini tekshirish uchun muhim omil sanaladi. Ota-onalar tashvishingizning manbasini bilasizmi? Asabiy va tushkunlikka tushgan o'quvchilarning xususiyatlari o'rganilganda quyidagi manzara paydo bo'ladi. Bu muammoni eng ko'p boshdan kechirayotganlar himoyachilik va mukammallikni sevuvchi ota-onalar tomonidan tarbiyalangan bolalardir. Bu bolalar noaniqlikka toqat qila olmaydi, o'zgarishlarni boshqara olmaydi, hech narsani yoqtirmaydi. Chunki ular doim mukammallik tarafdoridirlar. Ba'zilar esa qiyinchiliklarga duch kelganda darhol taslim bo'lishadi. O'z ustuvorliklariga ko'ra qaror qabul qila olishmaydi. Biroz sabr qilib erisha oladigan maqsadlariga o'sha sabrni ko'rsatmaganligi uchun ham erisha olmaydilar. O'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotib, tushkunlikka tushib qolishadi. Ta'limdagi muvaffaqiyat, kasb muvaffaqiyati, nikoh va oilaviy muvaffaqiyat faqat hayot muvaffaqiyati soyaboni ostida ma'noga ega bo'ladi. Hayotiy muvaffaqiyat bu o'z mohiyatda ham, jamiyatda ham qo'sh qanot sifatida mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan odamlarning muvaffaqiyatidir. Bola tanlagan maqsadlari uchun yanada samimiy, ishtiyoq bilan harakat qiladi. Aqlli ota-onalar bola bilan suhbatlashish davomida ongli tanlov qilishga yordam beradi, lekin bolaning nomidan tanlov qilmaydi. Afsonaviy basketbol va murabbiy Jon Vudenning muvaffaqiyat ta'rifini sizga ilingim keldi. Muvaffaqiyat bu xotirjamlik. Xotirjamlik qo'lingizdan kelganini qilish orqali eng zo'ri ekanligingizni bilishdan kelib chiqadi.